Afsus, televizor va YouTube'da ketayotgan cringe nomli novellalardan charchab, sivilizatsiyani cho'qqisiga keldik. Magic City'damiz. Alhazaram taxminan mana mashina darajasida qo'rqinchli narsa-da o'zi. Xullas situatsiya, Saloviyda 6 kishi ichib o'tirishibdi. Ulardan 3 tasi ichgan, 3 tasi ichmagan. Shuning uchun, "Давайте eng mas odam bizani uyga tashlab qo'yadi" deb adekvatlikni qo'ldan boy bergan holda Oybekdan Tebrgacha ketish yo'lini cheres qo'yluv tanlashadi. Bitta opam qop-qora plash kiyib olganlar. Prosta yo'l o'rtasida bunaqa turibdilar. Bu odamni uyga tashlab qo'yamiz deyshadi. Haqqa ketyapsiz, uyga deydilar. O'tiring, tashlab qo'yamiz. Men hozir arvohlik qilib pul topmasam, o'qishim qolib ketadi. Keyin o'qimagan ayoldan kim tug'iladi? O'qimagan arvoh tug'iladimi? Shunda to'g'ri yo'lda qattandir nimadir paydo bo'ladi, o'shanga urilishadi. Ikkita akamni boshlari yorilib, ko'zlaridan qon chiqib ketgan, mashina qichqatiga lat yemagan, вообще yo'q o'tiribdi salondan chiqqanda. Akalarim ham bo'tdan suramiz deb berishadi. Har bitta ota-onasini hurmat qilgan farzand shkaldan keyin обязательно qonga belanib onaning yoniga kelishadi. Opa ham qani qo'lingni ol desa, yarim miya yo'q. Situatsiyada kim aybdor? Конечно, kelin. Shuning uchun kelinga qarab bitta baqiriladi. Okamni jin urganini qatdan bilamiz, chunki okam onaga qarab turib, "O'tiring mashinaga, men sizni o'zim tashlab qo'yaman" deydilar. Bu ssenariyni yozgan okamga avvalambor 5. Qo'shni otasi kelib turib aytadi, "Короче, men tanishim bor, domlani chaqiramiz, jindan haydaymiz" deydi. Birinchi bu passajirdan haydaymiz jinni. Bu bilan problema bitmaydi, chunki jinni avvalambor haydovchiga tashlashadi. Shuning uchun problemaning tubi haydovchida yotgan bo'ladi. Domra bo'shagandan keyin sразу haydovchiga chaqirib olishadi, haydovchi ham jinni haydab beradi. Va конечно же, har doim hech kim o'lmaydi, hammasi happy end. Okamga pravani qaytarib berishdi. Kelin aybdor oxirgacha, u o'zi o'rganib ketgan. Jin ham o'zi ko'chaga chiqib, o'ziga Alhazarning keyingi seriyasidagi personajni qidirib yurish bilan ovora. To'liq video Telegram kanalida.